assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva shahridamiz. Mana primoy efirlarimiz yoniq. 14:00 da birinchi reys, 17:00 da ikkinchi reys. Ofitsialniy narxlarimiz mana yurtdoshlarimiz o'zlari eshitamiz. Nech pulga oldinglar biletlarni? 8 mingdan oldik. Ofitsialniy bilet narxlari 8 ming rubldan. Uzoqda transport, reysiy avtobuslar, davlatda qonuniy avtobus. Mana ukamiz, salomat. Yaxshimisiz? Qanday bo'ldi jarayonlar? Aytingchi. Yaxshi bo'ldi. Mana keldik, o'tirdik. Mana xudo xolasa ketyapmiz. Bugun keldinglar? Ha, bugun keldik. Qanaqa bir aldov, unaqa Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ko'rib turibsizlar yurtdoshlar, biz tavsiya qilamiz, sizlar ham xuddi shunaqa yurtdoshlarimizga o'xshab ketishinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima aka? Ulug'bek aka qayerdan? Tojikiston. Mana Tojikistondan Ulug'bek. Mana tojikistonlik fuqarolarga nima deb tavsiya qilib o'tasiz shu avtobus haqida? Xudoga shukur, birinchi emas, ikkinchi marta boryapmiz. Уже ikkinchi marta borib kelyapsizlar. Ofitsialniy. Biletni necha pulga oldingiz? 8 ming. 8 ming rubl eshityapsizlar. Bu yerda oshcha pul olinmaydi. Aytiladi xuddi ashuna. 8 ming. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ismingiz nima sizlar? Bahodirjon. Bahodir akamiz qayerdan? Qo'qonlikman. Qo'qondan mana Bahodir akamiz. Hamma sharoitlari yaxshi mana. O'z vaqtida yo'lga chiqyapmiz. 8 ming so'm ofitsialniy bilet berildi qo'limizga. Bir qiyinchilik yo'q. Sharoitda zo'r avtobusda. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat akalar. Aziz yurtdoshlar, bizga bildirgan ishonchingiz uchun rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ofitsialniy reyslar har kuni. Birinchi reysimiz 10:00, ikkinchi reysimiz 17:00. Aldov yo'q, biz reklama qilmaymiz. Xuddi shunaqa reyslar ofitsialniy Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mana ko'rib turibsizlar, pasatkamiz avjida yurtdoshlarimiz birma-bir o'z biletlari bilan chiqib borishmoqda. Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmang.